Xitoy hukumatining yillardan buyangi Sharq Turkistonda elib berayotgan madaniyat va irqiy qirg'inchiligi natijasida Urumchidagi koni o'ltiraq rayonlarning yo'q qilinayotganligi o'tirg'i chiqdi. Shuning bilan birga Uyg'urlarning diniy va milliy qimmat qarashlariga vakillik qiladigan imoratlarmi buzg'unchilik uchirmoqda. Aytishlar qaraganda Urumchi shahridagi Baytulloh masjidi, Qoba masjidi, Davan Yopurg'i masjidi va G'arbiy Temir yo'li masjidi qatorliq nurg'un masjid chaqilgan. Xitoy doiralari islomga qarshi siyosatlarini 2014-yili e'lon qilgan islomni xitoylashtirish shiori bilan qonunli qilishga uringan edi. Sharq Turkiston xalqini yo'qotishga urinayotgan Xitoy, shuning bilan birga ularning milliy va diniy simvollik ma'nosiga ega yodgorliklari, masjidlari va mozorliklarini chiqib, ularning o'rniga Xitoycha uslubdagi qurilishlarni sanmoqda. Yaqindan buyon Uyg'urlarning ommaviy taratquv harakatlari ba'zi donliq turklarning qo'llashiga erishmoqda. Oilasi Xitoy tarafidan tutqun qilingan va turmaga tashlangan Uyg'ur Umar Hamdulla Turkiyaga xitob qilib yordam chaqirig'i qildi. Umar Hamdulla ommaviy taratquv hisobida Sharq Turkiston vaziyatiga diqqat qilib kelayotgan turk yozuvchi Mahmad Ali O'nalni xat ko'chlab turk xalqiga xitob qildi. U mundaq dedi: "Hurmatli Mahmad Ali O'nal apandi, turk bo'lganligi uchun oilasi parchalangan millionlagan Uyg'urdan birsiman. 3 yildan buyon onam va qarindoshlarimning hayot yoki emasligini bilmayman. Ovozimni tarqitishga yordam qilishingizni so'rayman. Duolarim siz bilan birga." U yana ommaviy taratqularda e'lon qilgan videosida akalarining mollari musodir qilinib, nohaq qamoq jazosiga uchirganligini, chaqliq o'rindiqda o'ltirgan onasi bilan singlisining oqibatini bilmaydiganligini aytdi. Amerikaning Dunyo sahiyat tashkilotiga ta'minlaydigan mablag' haqida yangi bir qarash o'tirg'i chiqdi. Prezident Trumpning mazkur tashkilotga bo'lgan yordamning hammasini to'xtatmaydiganligi, balki Xitoy bilan teng miqdorda o'taydiganligi ilgari surildi. Xitoy virusi yuqumida yuqumlanuvchi soni va o'lganlar soni jihatda dunyoda birinchi o'rinda turayotgan Amerika Dunyo sahiyat tashkilotini vaqtida ogohlantirmaslik va kerakli tadbirlarni olmaslik bilan ayblab keldi. Amerika mazkur tashkilotning eng chong mablag' bilan ta'minlaguvchisi bo'lib, hozir yiliga $400 million to'laydi. Amerikaning bu miqdorni 10 narsa azaytib, Xitoy bilan teng miqdorda, ya'ni yiliga 40 million ta'minlashni o'ylashayotganligini o'tirg'i qo'ydi. Germaniyaning o'xshamagan shaharlaridagi yangi tipdagi Wuhan virusiga qarshi turishda qo'llangan tadbirlar minglagan kishilarning noroziligiga uchirdi. Minglagan kishi poytaxtdagi Roza Lyuksemburg maydonida, parlament oldida va Aleksandr maydonida Xitoy virus tadbirlariga qarshi namoyishga qatnashdi. Namoyishchilar hukumatning Xitoy virus tadbirlariga qarshi shiorlar yozilgan lozunka va plakalarni ko'tarib norozilik bildirdi. Solchil guruhlarmi chekidan oshgan 10 qanotlarning bu namoyish qatnashganligini bahona qilib, qarshi namoyish tashkil etdi. Shuning bilan birga yuzlarcha kishi Frankfurt, Hamburg, Kolon, Düsseldorf, Potsdam va Essen shaharlaridagi COVID-19 tadbirlariga qarshi namoyish qatnashdi. Bengaldagi Kotopalang lagerda oldini olish tadbirlariga qaramasdan tunji Wuhan virusi voqeasi bayqaldi. Yordam tashkilotlari 855 ming kishi turayotgan bu lagerdagi musofirlarni qo'g'dash uchun chaqiriq qilmoqda. Bu lagerdagi tozalik sharoitining yuqumdan burunmi yetarli saviyada emasligi diqqatni tortdi. Lagerda nurg'un oila bir hojatxonani ishlatdi. Ichimlik suyiga erishish uchun nurg'un ücretlarda turadi. Musofirlar turayotgan yerlarning qisqanchiligi sababli orliq saqlash imkoniyati yo'q.